Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi onlayn darsimiz demak kitobni sahifalash mavzusi ekan. Asosan kitobni sahifalash mavzusida bizdan ikkita narsa so'raladi. Birinchisi, kitobni nechta sahifada necha betligini, ya'ni sahifasini berib turib, shu sahifalarga, ya'ni shu kitobni sahifalashda nechta raqam ishlatildi deb so'rashi mumkin yoki nechtadir raqam berib turib, ya'ni shu kitobni sahifalash uchun qancha raqam berildi, bundan kitobning sahifasi necha betlik deb so'rashi mumkin. Xo'p, birinchisini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi bunda qanday ishlatiladi? Birinchi o'rinda biz sonlarni, raqamlarini ifodalab chiqamiz, ya'ni xona birliklarga ajratamiz. Ya'ni birinchi xonali. Asosan kitob 3-sahifadan 3-betdan boshlanadi deb aytiladi. Ya'ni birinchi bo'lib 3 raqamidan foydalanamiz. Raqamlarda bir qator ko'rib chiqamiz. Bir xonali sonlar, masalan, birinchisi bir xonali sonlar. Demak, bir xonali sonlar 3 raqamidan boshlansa, bizda 3 dan 9 gacha. 3 dan 9 gacha nechta raqam bor? 3 dan 9 gacha hisoblaymiz. Xo'p, 9 dan 3 ni ayirayman. 9 dan 3 ni ayirayman hamda 1 ni qo'shib qo'yaman. Chunki bizni kitobimiz 3-betdan boshlanayotgani uchun 9 dan 3 ni ayirganimizda mana bu 3-sahifa ham chiqib ketib qoladi-da, bitta o'sha 3-sahifani qo'shib qo'ysak, demak 7 ta kelib chiqadi. Demak, bir xonali sonlar ichida 7 ta raqamdan foydalanamiz ekan. Endi keyingisi 2 xonali sonlar. 2 xonali sonlar. 2 xonali sonlar qaysilar? 2 xonali sonlar 10 dan boshlanadi. 10 dan 99 gacha. Ya'ni 2 xonali sonlar 10 dan 99 gacha. Xo'p, 2 xonali sonlar 10 dan 99 gacha bo'lsa, nechta raqam son borligini bilib olamiz birinchi o'rinda. Demak, 99 gacha 99 ta son bor. 10 dan boshlanyapti bu sonimiz. 2 xonali sonimiz 10 dan boshlanayotgani uchun 10 dan oldin 9 ta son kirmayapti. 9 ta sonda ayiraveramiz. Demak, 2 xonali sonlarimiz 90 ta kelib chiqar ekan. Endi bu 90 ta sonimiz nechta raqamdan iborat? 2 xonali sonimiz 2 ta raqamdan iboratligi uchun bu 90 ta sonimizni 2 ga ko'paytirsak, 180 ta raqamdan iborat bo'ladi. Endi 3 xonali sonimizni ko'ramiz. Uchinchisi 3 xonali sonlar. Demak, 3 xonali sonlar. 3 xonali sonlarimiz nechidan boshlanadi? 3 xonali sonlarimiz 100 dan boshlanadi. 100 dan boshlanadigan bo'lsak, 100 dan 999 gacha. 100 dan 999 gacha. Xo'p, demak, 100 dan 99 gacha 3 xonali sonlar jami nechtaligini topib olamiz. 999 dan 100 dan boshlanayotganligi uchun 999 gacha. 100 dan oldin 99 ta son kirmayapti. 999 gacha 999 ta son bor. 100 dan boshlanayotgani uchun 99 ta kirmayapti. Ayirib olsam 900 ta bo'ladi. Demak, 3 xonali sonlarimiz 900 ta ekan. Xo'p, 3 xonali sonlarimiz 900 ta bo'ladigan bo'lsa, endi shu 900 ta sonimiz nechta raqamdan tashkil topganini topib olamiz. 900 ta sonimiz 3 tadan raqamdan tashkil topgan bo'lsa, 2700 ta raqam bo'ladi. Ya'ni jami 3 xonali sonlar 2700 ta raqamdan tashkil topgan. Xo'p, to'rtinchisi 4 xonali sonlar. 4 xonali sonlar. 4 xonali sonlar nechidan boshlanadi? 3 xonali sonlar 999 ga tugagan bo'lsa, demak 4-xonamiz bizda 1000 dan boshlanadi. Mana 1 2 3 4 4 xonali son. 1000 dan 9999 gacha. Xo'p, demak 1000 dan boshlab 9999 gacha nechta son bor? Ya'ni barcha 4 xonali sonlar nechtaligini topib olamiz. 9999 ta sondan, xo'p, 100 dan 1000 dan boshlanayotganligi uchun 1000 dan oldin 999 ta son kirmayotgan bo'ladi. Shuni ayirib olamiz. Ayirib olsak, jami 9000 ta raqam, 9000 ta 4 xonali son hosil bo'ladi. Endi 9000 ta 4 xonali sonimiz nechta raqamdan tashkil topgan desa, 4 ga ko'paytiramiz. 4 ga ko'paytirsak, 36000 ta raqamdan tashkil topgan bo'ladi. Endi 5 xonali sonlarimiz, 6 xonali sonlarimiz ham shu davomida davom etib ketaveradi. Asosan o'zi kitoblarni sahifalashda
Ja 4 xonalikka chiqmaydi, 3 xonali sonlargacha 3 xonali sonlar bo'ladi. O'shuning uchun 4 xonali sonlargacha ko'rsak bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi ko'radigan narsamiz kitobda sahifasi berilgan bo'lsin. Masalan, birinchi masala. Kitob 150 sahifadan iborat. Kitobimiz 150 sahifadan iborat. Demak, shu 150 ta kitob uchun ushbu kitob uchun nechta raqam ishlatilgan? Xo'p, demak shu 150 sahifali kitob uchun nechta raqam ishlatilganini topamiz. Demak, shartlarda, masalamizda shartlarda berib qo'yadi. Kitob 3-sahifadan, ya'ni 3-betdan boshlangan bo'ladi. Ya'ni 3-raqamdan boshlangan bo'ladi deb berib qo'yadi. Biz mana o'rganganimizdek, raqamlarni topishdan oldin, nechta raqam topishdan oldin xonalarga ajratib chiqamiz. Ya'ni kitob. Xo'p, birinchi bir xonali sonlar 3 dan 9 gacha. 3 dan 9 gacha nechta raqam bor? 3 dan 9 gacha, ya'ni 9 dan 3 tayyor birni qo'shsam 7 ta raqam. Demak, bir xonali sonimiz kitobda 3 dan 9 gacha sahifasini qo'yganimizda 7 ta raqam ishlatyapmiz. Endi ikkinchisi 2 xonali sonlar. Mana hisoblab chiqqanimiz 2 xonali sonlar. Bularni yodlab olganimiz ma'qul, chunki bu o'zgarmaydigan narsalar. 2 xonali sonimiz 10 dan 99 gacha. 10 dan 99 gacha. Nechtaligini topdik? Mana yana bir eslatib o'tamiz. Esdan chiqib qolmasligiga va mustahkamroq o'rganishimizga. 99 gacha 99 ta son bor. 10 dan boshlanayotganligi uchun 10 dan oldin 9 ta kirmayapti. Agar borsak, jami 90 ta 2 xonali son, har bittasiga 2 tadan raqam ishlatgan bo'lsa, 180 ta raqam ishlatildi. Xo'p, demak kitobimiz sahifasida mana 7 ta ishlatdik, 9-raqamgacha ishlatib bo'ldik. Endi bu yerda esa kitobimiz sahifasi 99-betgacha ishlatib bo'ldik. Endi kitobimiz 3-holatda 100-betdan boshlab 150-betgacha. Ya'ni endi 3 xonali sonlar nechtaligini, ya'ni 3 xonali sondan shuni sahifalash uchun nechta ishlatganimizni topib olamiz. Demak, 150 gacha 150 ta son bor. 3 xonali sonimiz 100 dan boshlanayotgani uchun 99 ta kirmaydi. Ayrib olsam 51 ta 3 xonali son hosil bo'ladi. Ya'ni shu kitobda foydalanishimiz uchun bir xonali sondan 7 ta, 2 xonali sondan 90 ta, 3 xonali sondan 51 ta ishlatibmiz. 51 ta sonimiz 3 tadan tashkil topgan bo'lsa, 153 ta raqam bo'ladi. Endi jami raqamlarni hisoblab qo'yamiz. Bir xonali sonlardan 7 ta ishlatdik. 7 ta qo'shaman. Xo'p, 2 xonali sondan 180 ta raqam ishlatdik. Chunki 2 xonali sonlar 90 ta edi, 2 tadan raqamdan tashkil topgan bo'lsa, 180 ta. Qo'shaman. 3 xonali sonlarimizdan 51 ta, ya'ni 153 ta raqam ishlatilgan. 153 ta raqamni qo'shib qo'yaman. Xo'p, demak hisoblaymiz. 187 ga 153 ni qo'shib qo'yamiz. 180 ga 7 ni qo'shamiz. 187. 187 ga 153 ni qo'shib qo'yamiz. 0, 1 dilda 13, 1 dilda bilan 14, 2 dilda 300. Demak, 340 ta raqam ishlatibmiz. Ya'ni 150 sahifali kitobimiz bo'ladigan bo'lsa, 3-sahifadan boshlangan bo'lsa, 340 ta raqam ishlatgan bo'lamiz ekan. Xo'p, endi keyingi masalamiz ikkinchi ko'riladigan masala. Ikkinchi masala. Xo'p, ikkinchi masalani, ya'ni buni bir holatini ko'rib chiqdik, endi ikkinchi holatini ko'rib chiqamiz. Bizga masala berilyapti. Kitob sahifalash uchun 397 ta raqam ishlatildi. Demak, kitobni sahifalashimiz uchun 397 ta raqam ishlatildi. Bizdan so'rayapti, shu kitobni sahifalashda 397 ta raqam ishlatildi. Bu kitob uchun kitob necha sahifadan iborat deb so'rayapti. Ushbu kitob necha sahifadan iborat?
Ya'ni kitob necha betligini so'rayapti. Ya'ni sahifasi necha betligini so'rayapti. Xo'p, birinchi o'rinda yana nima qilamiz? Xo'p, bu yerda bir xonali sonlardan nechta ishlatdik? Ikki xonali sonlardan, ya'ni ikki xonali sonlar uchun nechta raqam ishlatdik? Ajratib olamiz. Mana birinchisi bir xonali sonlar. Bir xonali sonlar mana 7 ta ishlatdik. Demak, bir xonali sonlar 3-sahifadan boshlanganidan keyin 7 ta raqam ishlatdik. Xo'p, ikkinchisi ikki xonali sonlar. Ikki xonali sonlardan biz nechta edi? Ikki xonali sonlar 90 ta edi. Har bittasi ikkitadan bo'lsa 180 ta raqamni biz kitob sahifalashda ikki xonali sonlarda 180 ta raqam ishlatamiz ekan. Endi mana shu yerda nima qilib olamiz? 397 ta sonimizdan 7 tani ayirib olaman. Ya'ni bir xonali sonlarga ishlatgan raqamimni ayirib olaman. 390 ta chiqadi. Endi shu 390 tadan endi 180 dan ayirib olaman. 210. Nima qildim bu yerda? Biz hop bir xonali sonlarni ayirib oldik. Ya'ni kitob sahifalashda bir xonalida ishlatgan raqamlar nechtaligini ayirib oldik 390 dan. Endi ikki xonalidan nechta raqam ishlatganimizni ayirib oldik 210. Endi bu qolgani 3 xonali sonlarga ishlatgan raqamlarimiz. Demak, uchinchisi 3 xonali. Demak, 3 xonali raqamlarga biz 210 ta raqam ishlatibmiz. 2 xonali sonlarga 210 ta raqam ishlatibmiz. Biz 210 ta raqamni 3 ga bo'lamiz. Bo'lsak 70 ta son hosil bo'ladi. Demak, kitob sahifalashimizda 70 ta raqam, 7 ta raqamni bir xonali sonlarga, 180 ta raqamni ikki xonali sonlarga ishlatdik va undan oshib qolgan 210 tani kitobning sahifamiz 70 ta 3 xonali sonlarga ishlatdik. Endi kitob o'zi necha sahifalik deganda 70 sahifalik bo'lmaydi. Bu 70 sahifalik emas, bu 70 ta son. 3 xonali sonlarimizdan 70 ta son ishlatganmiz. Demak, kitobimizni mana bir xonali qilganimizda 9 gacha bo'ldi. Kitobimiz 9 betlik. 2 xonali raqam hisoblaganimizda kitobimiz 99-betgacha bo'ladi. Endi bunda 99-betgacha bo'lsa, 99 ta sondan keyin yana 70 ta sonni ishlatgan bo'lsak, demak, jami 169 betlik, ya'ni 169 sahifalik kitob qilgan bo'lamiz ekan.